Sehrgarning oldiga berishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Qattiq og'rib yetib qolgan bir kishini sehrni yaxshi biladigan birisining oldiga opirib, uningdagi illatning sehr sababidan yoki kasallik sababidan bo'lganligini uqib baqsam bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Sehrgarning oldiga berib kasalning ahvolini aniqlab beqishqimi, uning aytganlariga ishonishqimi, sehr qilingan kishini uning oldiga opirishqimi bo'lmaydi. Kelajakda bo'ladigan ishlarni, g'aybni bilishni da'vo qiladigan palchi, rammal, munajjim degandek kishilarning hammasi bu vaqtda sehrgarga o'xshash. Aisha radhiyallohu anha deganki, ba'zi kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan palchilar to'g'risida so'ragan edi. Rasululloh ularning so'zi asossiz dedi. Ular palchilar ba'zida bizga biror ishni desa, rastilla ular degandek bo'lib chiqadigu dedi Rasululloh. Ashu bir og'iz so'z rastdir. Ashu so'zni jinlar anglab qochidi. Andan uni yaqinlarining qo'lqiga akilib to'kidi. Ular anglagan bu xabarga 100 yolg'onni qatidi dedi. Ag'rib qolgan kishini doktorlarga ko'rsatish lozim. Agar doktorlar kasalini topalagan taqdirda kasalni davolash bilan birga bemorga hadislarda kelgan duolarni o'qib qo'ysa bo'ladi. Kasalini topolmagan taqdirdami bemorni solih, taqvodor bir kishining qishig'i aparsa, u kishi uningga hadislarda kelgan duolarni o'qib qo'ysa bo'ladi yoki o'zi o'qib o'rib qo'ysami bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 26 numurliq fatvo.